Raqiblar asosan bu yerda to'xtalishki, o'zbekistonlik sportchi. Doston Bozorov. Mana siz aytib o'tgan vaziyat. Ha, 100% tugatsa bo'ladigan vaziyat edi. Qilsa bo'lar edi. Xursand bo'lardik shu narsani. Ferreraga bitta raund imkoniyat, faqatgina muddatdan oldin g'alaba qoldi. Bo'ldi. Bu endi o'ylanmay tepilgan mana bunday middle kick zarbalari foyda keltirmasligini tushunib yetish kerak. G'alabalarni ko'rdim dedingiz, asosan qanday uslubda erishildi? Qo'l zarbalari, ayniqsa to'g'ridan front kick zarbalari bilan yiqitgan joylari bor. To'g'ridan qo'l bilan nokaut uchun Xohlagan daraja uchun Bozorov chiroyli finish kerak edi, lekin xotirjam g'alaba ham zarar qilmaydi. shunday. Agar Ferrera shu jangda yutish imkoniyatim bor deydigan bo'lsa, mana shu holat uni ko'z oldidan ketmaydi endi. Bo'ldi. Anchagacha o'ylab yuradi. Doston Bozorov Yaxshi, sifatli jang. g'alabali seriyasini davom ettiryapti. Ha, sifatli jang o'tkazdi Doston Bozorov va g'alabani 100% o'ziniki qildi. Ha, muhimi g'alaba. Muhimi g'alaba. Albatta. Main event tugadi. Tungi mahal bo'lishiga qaramay, biz bilan birgalikda Kinopoisk efirini tomosha qilayotgan muxlislarga minnatdorchilik bildiramiz. G'alaba. Победитель главного боя вечера. Единогласным решением судей победу одержал. Формула обещала! Достон! Базара! Fight Baza! Doston Bozorov g'olib sifatida rasman e'lon qilindi. Ha, Doston Bozorov faoliyatidagi 14-g'alabasini va 14-ketma-ket erishilgan g'alabani nishonladi.